Bodo Shefer. Moliyaviy erkinlikka yo'l. O'z taqdiringni o'z qo'lingga ol. Sening hayotingni boshqalar hal qilishiga aslo yo'l qo'yma, deb yozadi mashhur moliyaviy trener Bodo Shefer. Bodo Sheferning moliyaviy erkinlik sari yo'l asari haqida. Ko'p odamlar ta'tilni o'z hayotlaridan ko'ra ehtiyotkorlik bilan rejalashtirishadi. Ammo ikkita imkoniyat bor. Yo o'zingizni o'zingiz rejalashtirasiz, yoki bu huquqni boshqalarga berasiz. Boylik bu siz tejashga muvaffaq bo'lgan pul. Bilim bu deb o'ylashga odatlanganmiz. Sizga bo'lgan ishonchni shakllantirish uchun moliya juda muhimdir. Ular asossiz optimizm uchun juda ko'p joy qoldirmaydilar. Agar siz o'zingizga bo'lgan ishonchni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy ahvolingizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. O'zingizning ishonchingizga putur yetkazadigan moliyaviy holatingizga yo'l qo'ymasligingiz lozim. Axir bu ishonchsiz siz minimal iste'molchi darajada yashaysiz. Hech qachon pulingiz uchun sizga zavq keltirmaydigan narsalarni qilmang. Ammo bu unday emas. Kuch-quvvat faqat amaliy bilimdadir. Moliyaviy muammolar har doim hayotning hamma sohalarini qamrab oladi. Shuning uchun sevimli mashg'ulotingizni aniqlang va unda o'z karyerangizni quring. Hayotda qilayotgan barcha narsalaringiz nafaqat temir intizomingizga emas, balki orzu qilgan narsangizga, maqsadlaringiz, qadriyatlaringiz va strategiyalaringizga ham bog'liq. Boshqalarni ayblash bilan siz ularga o'z boshqaruvingizni berasiz. Mas'uliyat nimani anglatadi? Siz voqealar uchun emas, balki ularni qanday talqin qilganingiz va ularga qanday munosabatda bo'lganingiz uchun javobgarsiz. Siz bilan nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu voqea sizning shaxsiyatingizga qay darajada ta'sir qilishini o'zingiz hal qilasiz. Bizning ichimizdagi va tashqaridagi narsalar uchun biz javobgarmiz. Hujumlarga hujum bilan javob berish eng yaxshi tanlov emas. Biz mas'uliyatni o'z zimmamizga olgan paytda barcha negativlar o'z kuchini yo'qotadilar. Kelajakka tayyorgarlik ko'rishning eng yaxshi usuli uni o'zingiz qurishdir. Agar kimdir muammolardan qochsa, boylikka erishib bo'lmaydi. Ko'proq pulga ega bo'lishni istagan kishi iloji boricha ko'p muammolarni hal qilishga intilishi kerak. Mening hayotim shiori doim o'rganish va o'sib borish. Agar odam o'sishni to'xtatsa, u o'ladi. Bodo Shefer.